Zaynabxon? Seni ko'raman deb ko'zim uchib turuvdi. Zaynabxon? Gapira qoling. Ta'tilga chiqibsizlar-da? Shunaqa. Men ham yaqinda qishlog'imizga bosh buxgalter bo'lib kelyapman. Tabriklayman. Ajab sizda. Ehtimol dadingiz ham qarab turmagandirlar bosh buxgalter bo'lishingizga. Yaqinda uyingizga bizni uyimizdan odamlar kelishini aytgan ekandim. Boshimizni ikkita qilgani. Nima, men ajdarmidim? Boshimni ikkita qilishadi. Sizni silliq boshingiz o'zingizga siylov. Zaynab, bu sizga. Xayr.